2023-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari toza, avtomat korobka, bor yo'g'i 20 ming kilometr masofa bosib o'tgan propan gazlari bor Gentramiz keldi. Bu egadan primoy e'lon berishga kelgan Gentramiz. Xo'p, original Amerikanka fara, 4 ta yangi yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan. Mashinamiz salon holatlari 20 ming probegida berib turibdi, ko'rsanglar ham bo'ladi. Zavodskiy holatda turibdi. 908 mejigar pultlari bor. Optra original stoplarda. Kechagina chexolini yechtirgan ekanlar, bonusga beraveraman dedilar. 65 talik propan gaz balonlar ustanovka qilib qo'yilgan. Mashinamizning narxi 15,5 ming AQSh dollari. Buni egalari o'zlari baholadilar. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Yana ham telefon qilib savdo qilsanglar bo'ladi. Avtokredit uchun o'zimizning nomerimizga bog'lanasizlar. Avtokreditga chiqadigan narxlarni video davomida qo'yib qo'yamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Egadan keladigan noyob toza mashinalarni qo'yib borishda davom etamiz.